dunyoviy davlat degan so'zni ko'p eshitayotgan bo'lsangiz kerak yoki sekulyar degan davlatni, sekularizm degan gapni, so'zni, iborani, terminni ko'p eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Nima degani sekularizm? Nima degani dunyoviy davlat? O'zbekiston dunyoviy davlat deb konstitutsiyaga belgilab qo'yildi 2023-yilda. Konstitutsiya referendum bo'ldi va tasdiqlandi. Bu aslida O'zbekiston davlati tashkil qilingan yildan boshlaboq dunyoviy davlat hisoblanadi. 1924-yilda tashkil etilgan bo'lsa, O'zbekiston davlati o'sha vaqtdan beri aslida dunyoviy davlat. Dunyoviy davlat O'zbekiston tashkil qilingan bo'lsa, undan oldin Turkiston avtonom sovet sotsialistik respublikasi bo'lgan bo'lsa, undan ham oldin Qo'qon muxtoriyati tashkil qilingan, undan tashqari Buxoroda respublika tashkil qilingan, Sovet Respublikasi, Xivada Sovet Respublikasi tashkil qilingan. Undan oldin Xiva xonligi bor edi, Buxoro amirligi bor edi va Qo'qon xonligi bor edi. Bu uchalasi diniy davlat edi. Islom qonunlari asosida, shar'iy hukmlar asosida boshqariladigan davlat edi. Davlat o'zi nima degan narsaga biroz izoh beradigan bo'lsam, davlat ikki kishining o'rtasida kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, hal qiladigan bir tashkilotga aytiladi. Deylikki, bir odam qarzdor, bir odam haqdor. Qarzdor pul bermayapti, haqdor pulini undira olmayapti. Boradi, davlatga murojaat qiladi. Bugungi kunda qaraladigan bo'lsa, deylikki, bir odam uyini ijaraga bergan, boshqa odam ijaraga olgan uyni. Agar uyni ijaraga bergan odam sababsiz o'zini kayfiyatiga, xohishiga ko'ra narxlarni oshirayotgan bo'lsa, bundan ijarada yashayotgan odam jabr ko'rayotgan bo'lsa, murojaat qiladigan joyi davlat. Davlat o'rtaga tushib, ikkita tarafni eshitgan holatda qonun asosida masalani hal qiladi. Ya'ni ikkita taraf, bir taraf misol uchun qotil bo'lishi mumkin, ikkinchisi maqtulni oilasi, ya'ni o'ldirilganning oilasi bo'lishi mumkin. Bularning o'rtasidagi masalani hal qiladigan davlat hisoblanadi. Undan tashqari ijtimoiy masalalar bor, axloq masalalari bor. Buni ham hal qiladigan davlat hisoblanadi. Masalan, zino qilinayotgan bo'lsa, diniy davlatda ikkita taraf ham rozi-rizolik bilan bo'ladi, lekin davlat aytadiki, seni zino qilishing mumkin emas. Chunki bu kelajak avlodga, jamiyatga ta'sir qiladigan, jamiyatning buzilishi natijasiga olib keladigan, jamiyatning natijada buzilishi mumkin bo'lgan bir holat bo'lgani uchun mumkin emas deydi. Nimaga asoslangan holatda jazo beriladi? Diniy davlatda shar'iy hukmlar asosida. Bu faqatgina islom dini bilan bog'liq emas. Masalan, xristian dinida ham, xristian diniy davlatda ham xuddi shunaqangi holat bo'lgan. Yo bo'lmasam, ilgari diniy davlatning tarixiga qaraladigan bo'lsa, diniy davlatning tarixida Davud alayhissalom boshlang'ichida bo'lgan bo'lsa, keyin Sulaymon alayhissalom vafotidan keyin davlat ikkiga bo'linadi. Yahuda qirolligi Sulaymon alayhissalomning avlodi bo'ladi va u ham yana diniy davlat sifatida davom etadi. Keyinchalik o'sha davlatni boshqaruvda, boshqaruv hukmlarida ta'sir ko'rsatadigan Yahudi Bani Isroil qavmini diniy ulamolari dinni niqob qilgan holatda o'z manfaatini ko'zda tutib, o'z manfaatiga, ya'ni dinni o'zini manfaatiga moslab oladi. Dinda mafiyadik o'zini tutgan holatda davlat boshqaruviga aralashadi. Haqiqiy dindan ko'ra o'zini kayfiyatini, o'zini manfaatini ustun qo'yishni boshlaydi va buni xuddi din deb talqin qilishni boshlaydi. Va payg'ambarlar yuboriladi, u payg'ambarlar davlat siyosatiga zid deb qaralgan holatda qatl qilinadi. Iso alayhissalom ham aynan o'sha davlatga ta'sir ko'rsatayotgan Yahuda qirolligi bo'lgan. Iso alayhissalom davrida ham Yahuda qirolligini masalan boshqaruvi Yahudiy shariati bo'lgan, Bani Isroil qavmi shariati bo'lgan. Faqat chala-chulpa yo bo'lmasam o'ziga moslangan holatda, lekin davlat qaramaydi, mustamlaka edi. Rim imperiyasiga mustamlaka edi. Rim imperiyasiga bo'ysunardi, ichki hududda faqatgina Yahuda viloyatini o'zidagina boshqaruv bo'lardi xolos. Hattoki Quddusda ham Yahudiy diniy ulamolarning qo'lida, nazoratida bo'lgan edi. Keyinchalik 300-yillarda Rim imperiyasini qiroli Konstantin Iso alayhissalom dinini qabul qiladi. Iso alayhissalom dinini qabul qilganidan keyin buni tarixi bor. O'sha paytda Rim imperiyasida yakka hukmdorlik bo'lardi. Masalan, bir imperator bo'lardi, lekin hududlarda xuddi gubernatorlikka o'xshab turib bo'lingan edi. Shtatlarga o'xshab turib yoki viloyatlarga o'xshab turib bo'lingan edi.
va bo'lingan hududlarda ham kichik imperatorlar boshqarardi va u kichik imperatorlar bir-biri bilan doim raqobatda va nizoda bo'lardi. O'sha imperatorlar, kichik imperatorlardan biri bo'lgan Konstantin boshqa bir imperator bilan urushadi va jangda yutadi. Yutishdan oldin tush ko'radi. Tushida xoch ko'rgan bo'ladi. Chunki Iso alayhissalomni xochga osishgan-ku, xoch orqali qatl qilishdi degan talqin bor-ku, vaholanki islom e'tiqodi bo'yicha Iso alayhissalom o'lmagan, o'ldirilmagan, Alloh uni osmonga ko'targan va Iso alayhissalomni qiyofasida boshqa bir havoriylari, ya'ni islom e'tiqodi bilan aytiladigan bo'lsa, sahobiylar ma'nosida sahobiydek hisoblanadi havoriylar, ya'ni boshqa bir havoriy Rim imperiyasini isyonchilarga qarshi beriladigan hukmi bo'yicha o'lim jazosi o'sha xochga qoqilgan, kattakon 30 santimetrli mix orqali xochga qoqilgan, tiriklayin qoqilganki, azoblanib butun hammaga ibrat bo'lsin. Ibratlangan holatda isyon qilmasin. Butun Spartaliklar Rim imperiyasiga qarshi kurashadi. Yo bo'lmasam, ya'ni kimki isyon qilgan bo'lsa Rim imperiyasiga qarshi isyonkorlarga nisbatan jazo xochga qoqish bo'lgan va Iso alayhissalomning qiyofasida bo'lgan, men islom e'tiqodidan kelib chiqqan holatda aytaman, Iso alayhissalomning qiyofasida bo'lgan bir havoriyga ham xuddi shu jazo qo'llanilgan. Va o'sha xochni tushida ko'rgan Konstantin urush paytida butun askarlarga buyuradiki, qo'lingdagi qalqonni hammasiga xoch chizdirgin deb. Va xoch chizdirilganidan keyin jangni yutadi. Jangni yutganidan keyin buni bir ilohiy timsoli bor deb turib, Iso alayhissalom dinini qabul qiladi. Endi bu yer biroz bir tortishuvli bo'ladi. Haqiqatan Iso alayhissalom dinini qabul qildimi yoki keyinchalik o'zgargan dinni qabul qildimi? Biroz tortishuvli masala. Bu tarafga kirmayman. Konstantin xristian dinini qabul qilgandan keyin davlat dini xristian dinida bo'ladi. Nega degan savol bo'lishi mumkin. Chunki to ungacha Rim imperiyasida ko'p xudolik bor edi. Ko'p xudolik orqali yashalgan bo'lsa, asosiy rakurs, asosiy diqqat bugungi hayotga, bu dunyoga qaratilgan. O'limdan keyingi hayot bilan bog'liq aytarli hech vaqo yo'q edi. Iso alayhissalom dini bo'lsa, o'limdan keyingi hayot ham bor ekanligi, u yerda mukofotlar bor ekanligi, chiroyli jannatlar bor ekanligi, do'zax bor ekanligi haqidagi ma'lumotlar, xabarlar, jazo va mukofot bo'lgani uchun bu insonlarga jozibroq kelgan va ommatan qabul qilingan. O'zi bir tarafi bu bo'lsa, ikkinchi tarafi xalq har doim qirolni, imperatorni, boshqaruvchini, podshohni e'tiqodida bo'lib kelgan. Shu sababdan ham butun Rim imperiyasi xalqi xristian dinini ham qabul qilishni boshlagan. Davlat Rim imperiyasi xristian dini bo'lib davom etgan. Keyinchalik Rim imperiyasida ham aynan shunaqa rohiblar dinni o'zini manfaatiga moslab olishni boshlagan, davlat boshqaruviga aralashgan holatda mafiyalashishni boshlagan. Hozir bo'lsa islom dini asosida davlat boshqaruviga to'xtalaman.